Assalomu alaykum. Hozirda biz piyoz ekin maydonidamiz. Ushbu loyiha Biznes rivojlanish banki hamkorligida Xorazm viloyati Xiva tumani Dashyak mufida 352, 365, 366 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan. Maydon hajmi 11,6 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 57 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,2 gektardan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Lidiya tadbirkor Dashakli Javohir MChJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 7,1 tonna, jami 406 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekinni yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boradi.